Naimo Music taqdim etadi. Ya bizler bir taşın kitabını yana aytma, 15 yıl var, 13 yıl var. Tamam abi, git buradan otur buradan. Ya niye kaç Karma var dedi. Karma var. Yukarıda mı üstte mi izlersin? Hava bırak. Sizde kal. Sonra tırda bu fotoğraf yapıyorsun. He, o. İlk belki özellikle mi? Aslında video Endi şu dergada shunday ko'pchilik bo'ldi. Shu vaqt bilmaysan uni o'qish kerak ekanini bilmaysan, foydali narsani ham bilmaysan. Analar bilan yugurib yuraversan. Shunday bo'ladi. Yoshlik debdi. Endi so'ng o'ylanasan, so'ng o'ylangan bilan bari yomon emas bu. Sog'lom, salomat bo'lib yurganingizni o'zi katta davlat. Maktab yillari o'tdi birin ketin, kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Ularga Xudoyim bersin baxtin, ular o'lguncha birga bo'lishsin. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini.
Hey sınıfdosh, ey sınıfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sınıfdosh, ey sınıfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sınıfdosh, hey sınıfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sınıfdosh, hey sınıfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Söz sınıf rahbarımızga. Ko'plar yarmarchisi. Shu sizlar hammangizga 20 yillik buni tabriklayman. Mana maktabga esga olib, mana o'qituvchilarimizga, ustozlar rahmatiga, tashkilotchilarga hammangizga rahmat. Undan keyin bir narsa yarmat tushdi hozir. Juma Nazorovni ko'rganman. Imtihon vaqti edi, imtihonda. Qizimiz bor edi o'ra. Komissiya keldi. Olib kelish kerak bo'ldi, imtihonni uyini olib keldi. Juma Nazorov velosiped bilan olib yo'ldan hozirga tushib, yo'ldan qarab ketdim. Nukusdan keyin komissiya qo'rqib ketdi. Yarım atışta ko'rganlar Undan keyin yana bundan qizimizdan shu opasi Darik opamni aytdimi? Yarım atışga dedi. Hayotdan bizlar ham qarday o'tirmasin. 70 ga chiqdi, Xudo yosh bersa. Sizlar mana oila qurib baringiz qo'shqonlarimiz bilan qo'sha baringlar. Bu qizlarimizning to'ylarida agar aytsalar baramiz Xudo qalasa. Bizlar ham shu sizlarni o'qitganimizdan ko'rgan yerda endi tanmay qolsam ham ustoz deb salom bergandan keyin albatta ha deb oz vaqtdan yodga tushadi aka. Ko'rdingizmi? Shunday. Shuning uchun keyingi hayotlaringizda da muvaffaqiyat tilayman. Xudoyim hammangiz qatnashib turinglar. Katta yigitlar, qizlar bo'linglar. Elga tanilgan. Sizlarni o'qitganimizdan xursandman. Rahmat sizlarga. Taklif qilaman. Aziz o'quvchilar, mana hurmatli qizlar va yigitlar, men shu sizlarni ko'rganimdan quvonman, xursandman. Sizlarni ko'rib, endi atlarimiz esdan chiqadi, ko'p o'quvchilarni o'qitamiz. Ko'rgandan tanish chehralardan tanishlar o'quvchilar. Men ham sizlarni o'qitganman, ko'rganimdan juda quvonib turibman. Mana bugun bayramni, hayit bayramlarimiz muborak bo'lsin. Hammamizning ishlarimizda omad, o'zimizga mustahkam sog'lik, o'qituvchi ustozlarimiz bularga da mana salomatlik tilayman. Shu yurtimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin. Yildan yilga mana rivojlanib boradir. Mamlakat ana shunday 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik yubileylarga uchrashmak ham aytmoqchi bo'lgan gapim bilan Sulton aytgan gapi to'ylarda, quvonchli kunlarda qolib qo'ymaylik, qachonlar boramiz. Hammamizga katta rahmat bilan tashkilotchilarga. Ana shunday uchrashgan vaqtda shunday quvonib, yaxshi kunlarda uchrashmak nasib
Okçularla uçraştırdıqlarımız 20 yılımız olsun. Kurban kayıtlarımız. Bundan şunday yaxşı günlerinin kömürü görgeysizler. Bizim klasda 21 okuvchi var idi. Okuvchimiz yo'qmadimi? Yarmamızda var. Shu yarmamizda. Bundan ham boshqa yildan yuzildan o'tirib nasib etdi. Shunda barcha bilan o'qituvchilar bilan ko'ryapman. Bulardan qaytarimdan. Bolalarimiz, qizlarimiz ko'payib, ularni uylantirgan, qiz chiqargan to'ylarni nasib etdi. Hammamiz bir-birimizni ko'rdik. Shu ishlaringizga omad hammamiz. Sog' bo'lasiz. Bergeni yo'q o'xshaydi. Abdujavar ham bor ekan. Nazarboyev yo'q ekan. Bir chetdan spesifik aytaveraman, Rimbayevdan ichajiro Rimbar yo'q. Rimba bor ekanda Rimbayev yo'q ekan. Rimov yo'q ekan. Mana. Mana shu 20 yillik yubileyimiz bo'lsin. Xudoyim 40 yillik, 50 yillik yubileyimizda birga o'tirmak nasib etsin. Yotib o'tib ketgan haj bayramimiz hammasi qutlug' bo'lsin. Bizlarni sevapsizlar, Alloh sizlarni sevsin. Izzatda, ikromda, e'zozda bo'laysizlar. Og'zibirchiligingizda Xudoyim mustahkam bo'lsin. Sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Xudoyim shu vaqt qo'shchiliklarimiz, og'zibirchiliklarimiz mustahkam bo'lib, 40 yillik, 50 yillik o'tirganda hammamiz tuyat o'tirmak nasib etgan. Sog'lik, salomatlik, oila va baxt tilayman baringizga. Farzandlarimiz rohatlarini ko'rmak. Endi meni izdoshlarim shu yerda bor, o'zimning klassimda endi izdoshlarim ham 3-4 ko'p qoldi o'xshaydi. Mana Abdujabbarova bor, Rimova ham bor, Bazarbayeva ham bor, boshqalarim uncha ko'rinmay turibdi. Xudo qalasa, o'zi o'qishda shunday qaraydi, Xudoyim eng qarashimni yaxshisi yomon muallim bo'laysizlar dedim. Ko'p uchovish muallim qarashga o'xshaydi. Shu ko'proq qarab o'xshaydi. Qalam ozroq qarabsiz-da. Endi meni eng kerak glavniy Aqnazarovim yo'q ekan. Aqnazar bilan Jumazar mening eng yaxshi. Men shunday sarkarga Jumazar bor ekansan. Aqnazar kelsa aytishtirib qo'yishdim diye. Adil bir o'tib keladi. Yaxshi. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman, kuch-quvvat tilayman. Ishlaringizda, oilaviy hayotlaringizda hamisha yuzlaringizdan kulgu, tabassum ayrilmasin. Kunlaringiz xushchaqchaq, sermazmun o'tsin Xudoyim. Hurmatli o'quvchilar, ustozlarimizga Xudoyim shularni deb qo'shilaman. Sizlar bilan 3 klasslar. Shu 3 klassdan mening klassimdan ko'pchilik bolalar yo'q. Sizlar shu tilaklarimizni bildirib qo'yasizlar. Xudoyimga katta yigit qizlar bo'ldinglar. Hammangizga oilaviy baxt tilayman. Ishlaringizga rivoj tilayman. Istardimki bundan baxtga yor bo'ling. Baxtlilar davrasida doim bor bo'ling. O'ynang, kuling, xafa bo'lmang hech bir zum, yuzingizdan arimasin tabassum. Bizlarning ko'nglingizdagi turib qolgan niyatlaringizga erishgaysizlar. Endi o'quvchilar meniki maktabni tamomlaganimizga 20 yil bo'ldi. Bugun ozonda bu xabarni eshitib o'zimdan quvondim nechun deganda muallimning bir daraxtga o'xshatsak nega berishdim qiyinda 20 yil deganda men daraxt bo'lib nega beryapman mana deb ichimdan quvondim. Endi menga o'qilgan yigitlar, qizlar hayotda hammangiz o'rningizni topgansizlar. Shunday deb yurganingizni ko'rib ham quvondim. Doim bundan keyin ham hech qanday yomonlik ko'rmagaysizlar, yaxshi kunlarda ko'rgaysizlar. Ana shunday yaxshi kunlarda uchrashgaysizlar. Hamma vaqt to'rt ko'z tugal, hammangiz birga og'zibirchilikda menga ustozlarni hurmat etib, shuni taklif etganingizga da quvondim. Qachonda meni esimdan chiqarib yuborgan bu o'quvchilarim deb yurdim. Allohga shukr menga. Endi men yerda ishlaganlar aynoqda 11-maktabga o'tib ketdim-ku. Shuning uchun bular meni unutib yubordi deb o'yladim. Ya buni eshitib shunday xursand bo'ldim. Ya qachon bo'lmasin, baribir mehnatning qadrlanib netsa odam ko'ngli ko'tarilib. Sizlarga shunday ichki his tuyg'ularimni yetkazib beroldim. Shu darajada xursand bo'ldim. Xudoyim
hamma vaqt sog' yurgaysizlar, sog'lig'ingizni bergay. Farzandlaringizning kamolini ko'rgaysizlar, baxtini, taxtini suyangaysizlar. Xudoyim shu mana ustozlarimizning izindən borib sizlar ham elda bir ardoqli insonlar, qadrli insonlar bo'lgaysizlar. Sizlardan shogirdlaringiz qadrlagay, e'zozlagay, farzandlaringiz hurmat etgay, mehr oqibatli bo'lgay. Sizlarga sog'lik tilayman. Hamma vaqt sog' bo'lgaysizlar, ozg'irchilikda bo'lgaysizlar. Sel ertarak aytqanыңызda sizlarga chiroyli qilib tadbir tayyorlab qo'ygan bo'lar edi. Maktabda o'quvchilarni chaqirib, biroq siz uni endi aytmoqsizlar, azonda kelgan vaqtida xalqdan kelib o'tirgan ekan. Endi ondan burun kelib o'tirdim men maktabga, eshikni ochib o'tirdim, Sulton bilan Jumaboy o'tirgan ekan. Ne desa 20 yillik uchrashuv bor ekan maktabda dedi. Ha deb qo'ydim-da shu vaqtda. Biroq indamadilar. Ertaroq bir kun burun aytganda Munira mana shu yerda ishlaydi. Ya, buni aytayotganim yo'q. Endi ya o'quvchilarga bir tadbir tayyorlab, uni nida ko'ramiz bova, bir ikki nelarni ko'rsatib beraylik, chiroyli deb bova. Sizlar ham bir kuningizni o'zlaringizga bag'ishladinglar. Bugün bir kunni o'zlaringiz uchun bag'ishladinglar. Shuni chiroyli qilib o'tirish kerak-da baribir. Sizlarga sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Mana bitirganingizga 20 yil bo'ldi. Endi men shu 94-yilda men ishga keldim deb o'tirman shu maktabga. 94-yilda ishga. 94-yilda institut bitirib birinchi marta shu yerga ishga kirdim. Endi men esimda qolgan Dilbar bu yerda. Shunday deydi-da, bir narsani aytsang, aytgan narsangni qaytadan takrorlab aytib beradi deydi-da. Bu endi bunday ne bir necha yillarda bir ne chiqib qoladi-da bu narsa. Endi shundan keyin hozir 2-3 o'quvchi shunday ne bo'lib chiqib o'tirdi. Aytganingni shunday gapirib bo'ldingmi, mavzuni gapirib bersang, bo'lgandan keyin so'rasang, yana qaytadan tap o'zingga aytib so'ylab beradi-da. Shunday o'quvchilar kamdan-kam chiqib qoladi-da bundaylar. Endi hammangiz ham o'zingizning o'rningizni topgansizlar, oilangizdasizlar, baxt tilayman, farzandlaringizning kamolini ko'ring. Ana shu ustozlarning izindən boring sizlar ham, ustozlaringizdan bo'lib yurgaysizlar. Mana Maryam opam Matya qarg'adim deb safarga opam. Men ham hozir bir yil o'qitirgan 11-klasslarga ketib boraturganda endi tartibsiz o'quvchilar bormi? Endi shular yoqqa kelib turib xayrlashib boraturdi, baribir yo'g'i ming tartibsizlik etsa-da kelib quchoqlab, o'pib xayrlashib boraturdi. Muallim yaxshi debdi. Endi oxirgi so'ng qo'ng'iroq tamom bo'lgandan keyin-da eshikdan so'ylab qoldim. Xudoyim muallim bo'lgaysizlar. Sizlarga bergan azob. Yaxshi muallim deb ketib boraturgan kulib. Baribir turadigan mening o'quvchilarim. Hammangizga baxt tilayman. Endi hammangizga hayotda o'z o'rningizni topgansizlar. Yaşlara, muallim betimden suyum dedi. İşte bu ekene. Jubiley, 20 yıllık jubiley seneler, Dünyada 20 yıl oldu. 20 yıllık inşallah oturgansızlar. Şu gün bilen hemen təbriklayman. Şunday jubileylerinin ko'pchiliklarni ko'rib o'tish hammangizga nasib qilsin. 30-40 yillarda televizorda ko'rib qolasizlar. 40 yillar, 50 yillarda deb aytganlar. Shunday jubileylarni berib yoshlarimiz shuni ko'rishga nasib etsin. Hammangizlar rivoj bo'lsa, hammangizlar hayotda kim qaysidir kasbga egasi bo'lishidan qat'iy nazar baribir ustoz bor. Ustozlarni hurmat etib kelgan ekansizlar. Sizlar ham qaysi bir insonlarga ustoz bo'lishni nasib etsin. Qaysi sohada bo'lsa.
ustoz adamlar bo'ldi deydi. Hurmat etsanglar, hech qachon kam bo'lmaysizlar. Yana bir tabriklaymiz, o'zlaringiz o'qigan maktabimiz, o'qigan ustozlarimiz ko'ryapsizlar. Shu qadamlar sizlarda farzand tarbiyalayapsizlar. Ertaga sizlar ham farzanddan ota-onasi va ustoz ta'lim tarbiya berishdi. Sizlarga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bundan keyingi yubileylardan hamma sog'lik, salomatlikda uchrashni nasib etsin. Sizlarga rivoj bo'lsin. Hech qachon unutmayman. Assalomu alaykum, yana bir marta ustozlarim. Sizlar ko'rib turganimizdan xursandmiz. 20 yil bo'lib qolibdi ha degancha. Akşam bana bitirgendeyimiz Meryem opa. Endi hayajandamiz. Xudoyim 30 yilliklarimizdadam, 40 yilliklarimizdadam yanımızda bo'lgaysizlar. Endi birdan tashkil etganga bugunga ko'chib qolgan muallimlar azroq bo'lib qoldi. Endi insofat davralarimiz to'liq, sinfdoshlarimiz ham barisi Xudoyim ko'payib o'tirishi nasib etsin. Hamma vaqt sog' bo'lgaysizlar. Bizlarga etgan minnatlarimizga rozi bo'lgan qizlar opa, Meryem opa, havaya asablarimizni o'ldirgan jig'arimiz shuncha. Endi hamma sakri bo'lib aytolmaymiz safar. Endi muallim bo'lgandan keyin O'zim boshdan Shundan keyin rozi bo'linglar xizmatlaringizga. Xudoyim ming rahmat, sog' bo'lgaysizlar vaqtimizda. Bolalarimizning rohatini ko'rib, hamma shunday shogirdlar qurshovida yuravish nasib etsin hammamizga. Rahmat. Привет. Ustozlar, rahmat, hammamizga ko'rib turganimizdan xursandmiz. Hammamizni shu birdan bo'lib qoldi, mana chala yetgan oqshom hamma. Shu azarda borsam, nimalar qolmadi, aytmadim deb o'zimda duamni o'ytirdim-da, kech bo'lib yana birlar ketib qolmasin deb. Shu aytma, biroq sonda borsa hamma deb 10 muallimni hisobladilar-da. Bizlarga kurator bo'lib kelajak. Birinlar aldilarimizda 20 yil bo'libdi. Fursatda shuni tashkillashtirik deb qachondan teatrimiz aytishib, Alloh bilan birimiz tavsiya qilgan, birimiz ketib qoladi. Ular kutib o'tirsak baribir yana ketayotir-da. Bolalar hayot ishlaydi. Xo'jalik hisobimizni narxlashimiz kunini. Hamma sinfdoshlarga, oilaviy baxt tilayman hammaga. Rahmat sizlarga. Ko'rib turganimizdan 30 yillarda, 40 yillarda shu adlarimizda sog' bo'lib, bosh bo'lib o'tiravergaysizlar hammangiz. rahmat. Men bitirganimizga 20 yil bo'lib qoldi. Sizlardan bergan ta'lim tarbiyangizni deb kundan oldindadirmiz, kunlardandir orqadadirmiz. Ta'lim tarbiyangiz uchun hammangizga rahmat bergan. Doim sog'lik, salomatlik tilayman. Oilaviy baxt farzandlarimizning oldida shularning yutuqlarini, kamolini ko'rib, quvonsa-quvonib o'tirgaysizlar. Rahmat ko'p. Hammangizga oilaviy baxt, sog'lik tilayman. Sinfdoshlarda. Tavalamlar, ustozlarimiz sizlarga ko'p rahmat aytamiz. Doim bolalarimizning rohatlarini ko'rib, sog'-sog'da shunday uchrashuvlarni ko'rib yurish nasib etsin hammamizga. Sinfdoshlarga baxt, omad tilayman hammasiga. Rahmat aytamiz ko'p. Alloh bilan kelsin. Ustozlarimiz avvalambor sizlarga ming rahmat, yaxshi tilaklar bildiramiz. Hammasi javob bo'lsin. Shu maktablardan rozi bo'lin. Shu maktabga kelgan vaqtimdan keyin to'g'risi 6 yoshga to'g'ri bilan Meram ham yozuv o'rgatdi. Uydan maktabga boraman deb urushib chiqara qo'ydim shu. Meram ham sababchi bo'lib shu konsa qolib ketdim men. Bo'lmasa 2 yil keyin o'qiyta olaman edim-da. Shu katta rahmat. Shu kattalardan barakat topgaysizlar. Şurada qatnaşanlar qolgan yigitlarga da nasib etsin keyingisida Xudo xolasa. Rahmat. Bir chetdan bari aytsin Ustozlar hammangizga rahmat. Mana bizlar 7 yoshimizdan tarbiyalab, shu kunga yetirgan, shu kungacha shunday oila tebratishdi, hayotdan qanday bo'lishlarini o'rgatganlarimiz uchun mana hech kimdan kam emasmiz, Xudoga shukr. Bir oliy bo'lmasa ham o'rta ma'lumot bo'lib, mana kimlargadir tartib tarbiya,
kimlargadir o'rnak bo'lib kelyapmiz. Soncha sizlarga rahmat, bizlarga to'g'ri yo'llar ko'rsatganlaringiz uchun. Onamizning o'rnida ikkinchi ona bo'ldinglar. Atalarimiz o'rnida ata bo'ldinglar. Birovdan kam bo'lmadinglar dedinglar. Söylesanglar, ursanglar yaxshilik yo'lida söylegan ekansizlar. Uning uchun rahmat hammangizdan. Bergan bilimlaringiz uchun rozi bo'linglar. Rahmat. Dildara söylüyor. aytganday yaxshi bo'lsak bo'ldi, kam bo'lmadik hech kim bilan. Bergan ta'lim tarbiyalaringiz uchun rahmat. Onamiz o'rnimizdan ota bo'ldingiz, otamiz o'rnidan ota bo'ldingiz. Haq yo'l ko'rsatdingiz. Shu bergan ta'lim tarbiyalaringizga rozi bo'linglar. Shu hammamiz sinfdoshlarimni yaxshi kunlarni o'tish, keyingi haqliq, yillik qancha hammamizga nasib etsin. Kızlarım var. Assalomu alaykum ustozlar. Sizga rahmat, bergan bilimlaringizga. Men sizdan rozi bo'laman. Sizlar sizlarga sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga bergan bilimlaringizga, tarbiyangizga. Hammangizga tabriklayman, sinfdoshlar. Şiirleri koyatamadım ama. Tilaklar qo'shilamiz. Bergan bilimlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat. Aytganday, hech kimdan kam bo'lmadim. Xudoga shukr. Maktab bitirganimizga 20 yil bo'lib qolibdi, hademay. 30 yildan 40 yildan hammamiz jinoyat o'tirganmiz. Kilometrlar individualda qatnashgan. Hammamizga rahmat. Sog' bo'lamiz. Sog' bo'linglar hammangizga. Bu vaqtdan az vaqt emas. Ko'rishing Ular 40 yillik 50 yilliklarda o'tirganmiz. Endi bularni bundan ko'proq bo'lamiz. Qaranglar ketib o'tirishib, qanday o'tirganmiz. Anası Matyakup anam ben sınıfı kaldım bana. Yine varanda da şu Guciraytı olmada bana sınıflar sınıfı kaldım. Burada Kore'ye de hürmet kılıp saman verilen şu. Ona kim Sadik Kaz Kurban yardım açıp gitti. Amanxanada yürüdük. Assalamu aleykum ustaz dedi. Ben kalmadım. Aslan aytı Sadik bana boldu tanıdım. Şu Surxondaryoda ona keyin Rahila kızımız 3-4 yıllıkta bizim Aqto'gana talaba o'tib qolib telefon tushib berdi-da. O'zim yo'q, o'zim pullar har doim zivayda etaman-da, men aytdim telefonni bir topib olmadim. Bir kun zivayda dedim. Assalomu alaykum ustoz dedi. Onu balalarga bog' tushirgan, yo bog' bilan gap. Devorlarga telefon chiqdi. Al telefonu kavdirib qo'yib uyda ishlab turibdi. Yardım atıp etmesin. Ustazlarga rahmat aytamiz, bergan bilimlaringiz uchun. Uzoq umr ko'rgaysizlar. Biz to'ylarimizdan qatnashib, shunday 20 emas, 40 yil, 60 yillik, 80 yillik yubileylardan o'tkazish nasib etsin. Sinfdoshlarim barina baxt tilayman, oilaviy baxt, tinchlik tilayman. Hamma sog' bo'lib, yaxshi kunlarimizda to'ylarimizda qatnashib o'tirgaymiz. To'y bergandan bosh bo'lib o'tirgaysizlar hamma. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mana bu 20 yillikda uchrashib o'tirgan ekanmiz. Hammangizga boshib yerga tekkuncha ta'zim aytaman. Rahmat. Mana o'z o'rnimizni jamiyatda tovushda ana sizlarning eng hissalaringiz katta. Bizlar mana sizlardek ustoz bo'lib, biz ustozning qadriga yetdik. Shuning uchun bilib bilmay qo'ygan cho'qliqlarimiz uchun bizlarni kechiring. Sari boshladik, to'plab qo'lim.
o'qitib, o'rgatdingiz, ko'rsatdingiz yo'lim, yozdirib, chizdirib berib, qalamni ko'klarga ko'tardingiz aziz ustozim. 11 yil ta'lim tarbiya berib charchamadingiz, doim rostgo'y va vijdonli bo'l dedingiz. Yutuqlarga erishsak, gar olqishladingiz. Siz doim omon bo'ling aziz ustozlar. Rahmat bergan bilimlaringiz uchun. Shunday 30 yillik faqihlarimizdan birga inshaalloh o'tirganmiz. Xudoyim sog'lik bersin sizlar ham. Sinfdoshlarimlarni sog'lik tilayman. Birinchi parda bo'ldi. Bunday 30-40 yilliklarda da shunday o'tirmak hammaga nasib etsin. Ne desek yaxshi kunlar bor. Chunki shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hamma tabriklayman 20 yillik bilan. Hurmatli ustozlar, az bo'lsa ko'p o'rinda ko'rasiz, sinfdoshlarimizning azgina sizlarga aytgan niyamiz bor edi, tabariklarimiz. Xudo xolasa endigilarda yaxshiroq bo'ladi. Bugun birdan bo'lib qoldi, shuga jamoat bo'lib qoldi, muallimlar. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Hurmat qilib chaqirganning o'zida katta bir gap bo'lgan. Bugun o'ylab qarasam, 10-yil pensiyaga chiqdim. 15 yil bo'ldi-da. Nevaramda ota xayri bo'lsin. O'quvchilarni chaqirdim. O'quvsiz pensiyada chiqdi. Pensiyada o'zi chaqirdi dedi. Bundan sizlarni ko'rib, biz hammamiz o'quvchilarimizni ko'rib quvonyapmiz. Sizlarni ko'plarimiz o'qituvchilar ekanlar. Sizlarning ham shu shogirdlaringiz qanday kasb bo'lishini qat'iy nazar sizlar hurmat qilsin, siylasin Xudoyim hammaga. Shuning uchun sizlarga kelgusi hayotlaringizda katta baxt tilayman. Boshqalarimiz bilan qizlarimiz baxtli bo'lsin, yigitlarimiz boshqalarga baxtli bo'lsin. Bu qizlarning to'ylarini, nelarida ham yaxshi kunlarda ustozlar qatnashib tilak bildiraversin. Hammasi Mening bolam umrim maktabga qatnashibdi. Xudo bo'lganini keldi. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh.
Ustazlarla başlayıp kurmalıydı. İş, ders Rus tili dersi başlamadı. Yaxşı o'quvchilarimiz sizlarni yana bir bor tabriklaymiz. Hurmat qilib, hammangiz kelib tabrik oldinglar. Shuna hamma o'quvchilar nomidan sizlarga rahmat aytamiz. Sizlar ham kattari Xudo xolasa o'qituvchilarimiz, shogirdlarimiz hurmat qilgan. Endi boshqa kasbda bo'lganda baribir shogird bo'ladi. Shu shogirdlaringiz sizlarni bizlar hurmat qilgandek hurmat bizlardan ham ko'proq hurmat qilsin. Ammo katta hayotda baxt tilayman. Bolalarimiz bo'lsa uylantirib, qizlarimiz bo'lsa uzatib, shunday to'ylarda agar bizlar hayotda yurgan bo'lsak, chaqirib yuborsangiz kelamiz albatta. Hamma mana bu O'quvchilarimizning 20 yilligi shu bayramimiz bilan hammamiz tabriklayman. Xudoyim sog' bo'linglar. Bular shunday yaxshi kunlarni ko'rib ko'rgaysizlar. Endi aramizda yo'q, boshqa xodim bilan o'quvchilarimiz bor. Xudoyim bularni sog' bo'lsin. Ishlarini omad. Ularni yaxshi tavsiyalar bilan qaytib nasib etgan. Birinchisi hamisha shunday to'ylarda, marhalarda ko'rishni nasib etgan. Rahmat. Söylegan chiqarman, xatlar aytgan chiqarman. Xatni so'zlaganlar shu darajaga yetkazdi. Shunday o'quvchilar shunday qo'lingizdan bo'lmaydi. O'quvchilar degan bularni ko'rib kelsa bo'lmaydi. Oturalım özüm beraber. Hammamizga shu 20 yillik qutlug' bo'lsin. Xudoyim 20 yilgacha shunday o'zbirchilikda yurgan ekansizlar, mudom o'zbirchilikda yurgaysizlar. Hammangizga oilaviy baxt tilayman, sihat salomatlik tilayman. Hammangiz o'zbirchilikda yurib, haj ziyoratlarini borishni nasib etsin. Birga borganmiz Xudoyim. Endi meni yoqqan, kuydirgan o'quvchilarimizga so'ylagan bo'lsa, urg'an bo'lsa, tayoq yegan bo'lsanglar, rozi bo'lasizlar. Hammangizga moyamagan chiqarmadi. Margana kasbida shu vaqtda yaxshilab turgan ekanman. Shuncha odam bo'lib turibdilar. Shuning uchun og'iz bir ko'pdan masalan. Birga kelib turgan ishim bo'lib. Rahmat. Shahnoza bor. Hozirroq turam. Biz to'lib turamiz. Binoga o'tiribsiz-ku. San'atchilar, shunday bir uchuvchilar, ya'ni 20 yillik o'tkazib shuning uchun hammangizni hayit bayramlari bilan tabriklayman. Oilangizga baxt, omad tilayman. O'stirayotgan farzandlaringizning Xudoyim rohatini ko'rgaysizlar. Sizlarning bir ningizda yuzingizda chiqaradigan yaxshi farzandlar bo'lib, o'qimishli farzandlar bo'lib yetishgay. O'zingiz ko'nglingizda tilib qo'ygan farzand bo'lgay. Xudoyim hammani shunday kunlarga yetirgay. Oila boshliqlarimiz omon bo'lgay. Baxtli bo'lgaysizlar. Oğlum, kızım, özüm. Kayda yursam nur yüzligim, baxt tilaydi sizga ustoz, ta'zim ila qabul qiling. Tebrikler. Mana shunday kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sog' yurgaysizlar. Farzandlarimizning hamonini ko'rgaysizlar. Qanday sohada ishlayotgan misollarim hamma muvaffaqiyatga erishgaysizlar.
Bizler hem şunday şagirdlerimiz vardı. Fakirlerine yürüyen yerimizde o şagirdim de fakirlerine paydaşlarım oluyor. Bizler silahlar, sizler de şagirdlerimiz, ferzendlerimiz Allah silasın. Hem o kollap kuvvetlattırsın, hem o yolumuz revan olsun. Ahmet yor olsun. Soyur geçsinler, soyursanızlar hem o sizler hem nesnege niyetlerinizge erişesizler. Uzakdağlarga da Ahmet dilimiz, seferdegilerge soyursunlar. Ailesinin bağrına İslam aman qaytib gitsinler. Sizler hem Xudayım şu farzandlarinizning eldinde oynap gülüp sağ salamat yurgaysizlar. Ana shunday yaxshi kunlarning ko'pisini ko'rgaysizlar. Hammamiz birgalikda ko'rgaymiz. 40 yilligini, 50 yilligini inshaalloh hozir o'quvchilarimiz deb faxrlanib bizlar ham tabriklab kelib o'tiramiz. Sağ olun. Hurmatli tavba qatnashchilari, aziz ustozlar, hammani mana shu 20 yillik bayram bilan tabriklaymiz. Ishlarida omad 30-40 yillikda shunday birgalikda o'tiramiz. Oilaviy baxt tilimiz, ishlarida omad, ko'rib quvonib shunday o'g'il qiz bo'lib ketgansa, oilaviy baxt tilimiz. Buning ichida bundan ham bexili bir 4 shagirdim bor ekan, mana Dilbar Xatboyeva, yaxshi kelsa kechirasiz. Shayra Xatboyeva, Munira Tijabbarova, Aziza. Ular birinchi pedagogik psixologiya fakulteti asosida 4 davlat grant asosida o'qishadi. Ishlarda omad bilan o'qituvchi ishlayapti, bolalar yetishayapti. Hammasi kasbimizdan barakat topib, ishlardan omad. Xudoyim 30-40 yillik qiluvchi ustozlar bilan birga sizlarga tabriklar nasib etsin. Rahmat. Qatnashgan sinfdoshlarga katta ishlardan omad tilaymiz. Baxtli bo'linglar, rahmat. Hurmatli o'quvchilar, mana 20 yillik bayramlarimiz bilan tabriklayman. Uzoq yashanglar. Shunda o'stirayotgan farzandlarimizning qizig'ini turmush o'rtoqlaringiz bilan birga ko'raveringlar. Kasbingizdan kamol topib hammangiz. Xudoyim uchun ham muvaffaqiyatda, quvonchda yuraveringlar. Sizlarning quvonchlaringizni ko'rib, bizlar ham quvonib yuraveramiz. Mana shu 20 yil sarflar bo'lgan hammamizni tabriklaymiz. Hali bu yerda qatnashayotgan bu yubiley ishtirokchilarining bu 3dan biri ko'pchiligimiz yo'q, ba'zilar o'zimizni o'rgatib sizlarning bu o'qigan davlatlarimiz men masalan o'zim 2 tafani o'qidim, ulardan bilaman. Yoddan ham emas. Qandayligini o'zim aytaman. Yani ko'pchiligimiz 3dan biri emas, 4dan biri ekan bu yerda. Ko'pchiligi yo'q. Shu boshqalarga ham sog' salomatlik deymiz. Unda hayotda ishlari bilan mana shu qatnasholmayotgan chiqar. Ularga ham sizlarga tilab ular uchun ham abadiy bo'lsin ishlarida, hayotda o'z o'rnini topsin. Men bir tabriklaydim, yana bir marta shu 20 yillar muborak bo'lsin. Bundan keyingi yubileylar hammamizga sog' salomatlikda ko'rishib yurish, shularni o'tirish hammamizga nasib etsin. Hech qachon hayotda jilmanglar, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar mohir egasi bo'ling, shogirdlarimiz ko'p bo'lsin. Ustozlarimizni hurmat eting. Yana bir tabriklayman. O'quvchilar, nasayga qizim aytdim. Ma'lumotli bo'lmasa ham biz insonmiz deb. Ma'lumotli bo'lmasa-da yetuk inson bo'lsa, shuning o'zi kifoya. Xudoyim ko'nglingizdagi niyatlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz bo'lsin. Avvalambor bu inson oliy ma'lumotli bo'lishda emas, yetuk inson bo'lishda, bir-birini qadrlashda. Shuning uchun hammangizning ishlaringizga rivoj. Nima odam bo'lsan? Shu yubiley ishtirokchilaridan tilaklar bo'lsa, marhamat. Seferimiz ko'paygan kamaymagan. Hamma safarlarimiz sog'liq bergan, hamma o'z inson sog'lig'i. Taqdir tovishlari o'zini xo'jaligini hammamiz sog'lig'imiz ustozlarga da rahmat. Sizlarga tarbiya berdingiz. Rahmat. Sizlarga razımız, sizlarga bizdan razı bo'lsangiz. O'tgan aytganda safardagi yigitlardan hozir video YouTube'dan chiqdi. Hamza degan sinfdoshingiz tabriklayapti hammamizni.
Yolları bir kadar olsun gelir, yetkiler. Şu münasibətlərə rəhmət deyiniz. Səbəb abba sizə katta rəhmət. Sağ salamat olun. Farzandlarımın xatırına ko'ring. Bizlarga mana shunday ta'lim tarbiya bergan hammamiz o'rnida qizlarim, bolalarim, sinfdoshlarim hammasine baxt tilayman. Yaxshi kunga boring. Hammangizga yaxshi kun bo'lsin. Shunday chiroyli bo'lib yuringlar hammangiz chiroylisizlar. Ama hemen de yaşlılar, çok yaşlılar var. Hemmesi rahmetler, hürmetli işlerine uğraştırmayın. Hep rahmet kısılsın. Yeter. Sevgilerim bayramlar. Güzel yaşam. Rahmet olsun. Öğlen arasında perşembe katta rahmet. Yaşlılar kadar. Öğlenler yaxşı ta'lim bergansiz. Oqibatında shu darajaga keldik. Xudoyim shu sizlarning bolalaringizga tarbiya berib, bizlarga nasib etgan Xudoyim aqllaringizga. Ham mana shunday yosh kunlarda musofirda yurgan yurtlarimizda ham topgan pullari yaxshi o'rnaversin. Bolalarimizni uylantirib, qizlarimizni chiqargandan shunchalik o'zbirchiligimiz buzilmay, barimiz birgalikda kutib olmoq nasib etsin. Xudoyim safimiz kamaymasin, ko'paysin. Kamaymasin, katta rahmat, barchamizga. Yemesin aldama, baram desen baram, sevdim seni gırlaram. Canım baram, desen
baram Senden haber şu koy Salam menden salam Neresin aldama Baram desen baram Sevdim seni gül baram Ağuluna barım ne kaynaman Tabılmadım nege seni şoytamam Endi salam kanday kısın ay aman Ay aman Hey ağuluna barım ne kaynaman Tabılmadım nege seni şoytamam Endi salam kanday kısın ay aman Ay aman Ağulana barım ne kaydaman Tabılmadım nege seni şoytamam Endi sabah kanday kısın ay aman Ay aman Hey ağulana barım ne kaydaman Tabılmadım nege seni şoytamam Endi sabah kanday kısın ay aman Ay aman Tabılmadım nege seni şoytamam Endi sabah kanday kısın ay aman Ay aman Hey ağuluna barım ne kaynaman Tabılmadım nege seni şoytamam Endi sabah kanday kısın ay aman Ay aman Salam dedim salamımdı almadım Ne bir gülüm sen bir gülmedim Salam dedim salamımdı almadım Ne bir gülüm sen bir gülmedim Yakma beni yakmayın aman gülüm Yakma beni yakmayın aman gülüm Aman gülüm sonra bilmem yanarım 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 Gözü gözüme düşün bilmem yanarım 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 Aman gülüm sonra bilmem yanarım 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 Adı yadıma düşün bilmem yanarım 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 Babamızın arın gülmedi Şu bağlarda sevgim oldu böyle Babamızın arın gülmedi Şu bağlarda sevgim oldu böyle Yakma beni yakma aman gül Yakma beni yakma aman gül Adı yadıma düşün Ah beni yanarım 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 Gözü gözüme düşün Bilmem yanarım 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 Adı yadıma düşün Bilmem yanarım yanarım
sarmış işler, yürüldü kapıldı tüm güçler. Çapırışıp pır söyle bu devirde kim beni ister? Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben tipsiz miyim he? Hop diyorsun çaldırmıyor, diyorsun dönüp bakmıyor. Başkaları ne yapıyor şap ayarlıyor, yoksa ben zurna mıyım he? Yanına çaldı beni hayret etti, bırakamam şimdi iş oldu dedi. Umarım benden pahalı içecek istemez, gözlerinin oldu para yetmez. Yanıma yaklaştı, neyimi düştü, resmi kaçtı. Fırsat bu fırsat, aman kaçırma. Sırası geldi artık söyle bana.
Kadriye olsa ulan nasıl bu düşkün dünya yaramaz
sağ olsun. Kancımız yapmam, sollar. Yaşlanmamına yemesem mi olur? Leyli sakin adam, bir kocası yarım, şiir yazar yazar yaprağım parmağım, ağızlarla konu gibi muhabbet, cümle hata cümle ayıp bilmeymem, gölge kutsa yâri buradan koymaymam, sabahlarım yaş cevap almaymam. Feryadinler koymayman, koymayman, sabahların yaşam, olmayman, olmayman, ağızlarla muhabbet, Muhammed, hayırlarla muhabbet, yok istesek yüreğini dilerken, her insanın başına şükür bularken, ağızlarla muhabbet, hata kimde ayıp bilmeymem, bilmeymem, yar geçse yâdikler koymaymam, koymaymam, sabahların hiç cevap çalmaymam, çalmaymam, ağzına balık gibi muhabbet, bunlardan bir ki seçmiştim ki, senin bir suretine, Telefon var neydi? Amin. Kudayım ballarım, kızlarım sağ boğaysılar. Şu 20 yıllarınız müstahkem bu, bundan ki 30 yıl, 40 yıllıkta da ağız birçekte yürümek nasip etken. Kudayım kamal tappaysılar, ullarınızın, kızlarınızın, baktıklarınızın yaxşı günlerinde birge bulmak nasip etken. Hemmesi rahatlarını görgeysiler. Kudayım öngeysiler, üskeysiler, oğlunuz, kızınız, ata anam desin, aktıklarınız ine desin, mama desin. Kudayım hemmesinin izzetinde, ikramında, izazında yürgeysiler. Hemmeleriniz hacatta hacana boğaysılar. Kudayım birgen yaşını yaşap, bizlerdi silagansılar, Allah'ın sıyında, izzetinde yürgeysiler. Tapkan tıpkalarınızda bereket verip, sağlıkta, amallıkta uçuraşmak nasip etsin. Ama dersimiz tamam. Kudayım baklı boğaysılar, mesleği üskeysiler, işlerinizde, üzerinizde, kesplerinizde kamal tappaysılar. Bundan yaxşı günlerde, oğuzburçilikte, mehirde uçuraşmak nasip etsin. Kudayım, şu okuçularımız, ballar, kızlarımız, sizler Kudayım. Sizlere özlerinizde kızlar, ballar uyuşturup, şularning rahatını görmek nasip etdi örgeymiz. Yaxşı günleriniz köp boğay. Şunday günlerde uçuraşa örgeymiz. Kudayım hemmeniz kasblerinizden kamal tappaysılar, ballarınızdan, kızlarınızdan rahatını birge görüp yürgeysizler. Hem şunday vaqt qo'shilibda uchrashaveringlar, safhingiz kamaymasin. Şunday ustozlarning ardağında yürüp, o'zlaringiz farzandlaringizning ardağında yürgeysizler. Sağ salamatlikda shunday vaqt qo'shilibda uchrashaveringlar. Qatarimiz kengaygan odamlar